Assalomu alaykum qizlarjoylar. Men Fabrika kompaniyasining starshий direktori Ibragimova mushtariy bo'laman. Bugun sizlar bilan o'zim uchun olgan mahsulotlarimni raspakopka qilib ko'rsataman. Birinchi bo'lib, mana shu kremdan boshlaymiz. Wedding Weekend seriyasini oqartiruvchi yuz kremi. Hali ochilmagan qizlar, menga mana shu kremdan boshqa krem yuzimga tushmaydi. Yuzim chuvstvительный ko'zi bo'lgani uchun boshqa krem ishlatsam yuzimga narsa toshirib yuboradi. Shuning uchun ham shu kremni ishlataman. Bu kremning afzalli taraflaridan bittasi ham oqartiradi, ham namlantiradi, oziqlantiradi, yuz tonini yaxshilab beradi. Mana shu idishlarni ham qarab ko'rsam juda ham chiqadi. O'zim juda ham yaxshi ko'raman. Qizlar. Ochilish qiyin bo'lyapti. Idishi qizlar mana shunaqa chiroyli, qaranglar. Qaranglar. Ko'rinishini qaraydi. Korobkasini o'zining chiroyliligini qaraydi. Mana qizlar shunaqa bakatli idishlarda kremamiz. Shunaqa защитник bor ekan. Ey, qizlar вообще свежий aloymi, bodrinimi hidi kelyapti qizlar. Mana. Quyuqqina bo'ladi. Endi ozginasini sizlarga surib ko'rsataman. Конечно, qo'limga surib ko'rsataman. Mana o'zi oppoq, shunaqa yumshoq, shunaqa rosa ham tez ana qilib ketadi, singib ketadi teriga. Qaranglar qizlar. Tanali umuman kerak emas. Yuzni oziqlantiradi, namlantiradi, oqartiradi, tonini bir xil qilib beradi qizlar. Shunaqa chiroyli. 180 ming chiqardi katalog narxida. Agar xohlasanglar, sizlarga undan ham arzon olishni o'rgataman. Keyingi mahsulotimiz buni bemalol makiyajlarning tagidan sursanglar bo'ladi. Tanali ham shart emas, uston pudrani surib ketaverasizlar. Qizlar mana qaranglar, qanaqa tiniq bo'ladi yuzinglar. O'zim ham shundan ishlataman. Qolmaganiga oldim qizlar. Keyin konsiler. Collagen seriyasini tabiiy sostavli konsileri. Bu konsilerni sostavda niacinamid bor, kollagen bor, vitamin E bor. Konsilerni o'zi qarang, ham ajinlarni ketkizishga yordam beradi, ham yuz tonini tekislab beradi. Vitamin E'si bor, yuzni quritib yubormaydi, ajinlarni tushishini oldini olib beradi. Konsiler menga shunaqa yoqqan tomoni buni. Men tonini eng oqini oldim. 3 xil toni bor qizlar. Shunaqa udobniy, surishlarga ham juda ham udobniy. Surgandan keyin qizlar mana uchida gubkasi bor, yedirishga. Qilib yedirib yuborasizlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Juda ham yoqdi. Men bu konsilerdan lekin birinchi marta olishim, birinchi marta ishlatim, hali ishlatib ko'rmadim. Xudo xolisi buni ham sizlarga effektini aytaman, lekin Fabrika mahsulotlari Rossiya mahsuloti bo'lganligi uchun va sifatiga juda ham katta e'tibor berganim uchun hech qanaqa ikkilanmayman, aniq bu menga yoqadi. Keyin mahsulotlarimizni tarkibi halol, hech qanaqa cho'chqa yog'lari, hattoki hayvon yog'lari ham ishlatilmaydi. Faqatgina o'simlik va baliq yog'laridan foydalaniladi. Hech qanaqa parafin, paraben, shunaqa zaharli moddalardan ham ishlatilmaydi. Keyingi videolarimda sizlarni ko'rishdan juda ham xursand bo'laman. Xudo xolisi bunaqa raspakopka videolarni ko'proq chiqarib turaman. Fabrika kompaniyasiga a'zo bo'lib mahsulotlarni arzon narxlarda, yana ham arzon narxlarda olishni xohlasanglar, lichkamga murojaat qilinglar. Ya'ni nomer qoldiraman. Telegramdan bemalol murojaat qilishingiz mumkin.